Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Kompot Minecraft videorolikga ham xush kelibsiz. Videoni boshlashdan oldin like o'qini esdan chiqmasin. Qani videoni boshladik do'stlar. Endi men nima qilaman do'stlar, qani voy portalmi? Xatoga chiqdi mana. Qilish olib beraman. Kirka. Ham portalning oldiga boraylikchi. Voy. Ko'chadan yuramiz. Doktorxona. Do'stlar, portalda nima bor ekan? Oy, sen portalni ko'rdingmi? Ha, sandiqning ichida hech nima yo'q. Aldama. Bu do'stlar, ustaniyotlar. Buni o'yib bo'lmaydi menimcha. Hammayla endi men uyimga borib ovqatlanib olay. Juda och qoldim. Qani uyimga boraman. Ovqatlanib olay. Bismillah. Do'stlar, ovqatni ham yeb bo'ldim. Nima kerak senga? Yo'q. Hech nima kerak yo'q. Puling yo'qmi? Ozgina pul berib tur. Yo'q. Bo'pti bo'lmasa. La'natda qishloqda mendan pul so'raydi. Voy bu juda issiq bo'lsa kerak. Betim ko'tarib bor. Endi maktabga boraman. Qani maktabda bitirganimga ham necha yil uxlab qo'yibdimi? Voy bu yerda o'qirdik. Voy bu voleybol joygaha. Futbol joy. Voy ko'prikmi? Foydalanadi. Ko'prik bor ekan do'stlar. Ko'prikmi? Ha, ko'prik do'stlar. Xavfli buyur. Bu uymi? Qani tez. Nima bor ekan do'stlar? Bu qo'rqinchli uy ekanlanadi. Qani qilich bilan boramiz. O'rgamchik bosyaptimi? Bu yerda ham yozilgan harf qo'yibdi. Bu do'stlar, buni qarang. Do'stlar. Qanaqa uy bo'ldi? Bu juda qattiq. Qo'lim juda qattiq ekan do'stlar. Qilich bilan yuramiz, kelib qolmasin tamam. Mayli, juda qo'rqitdilar. Uyimizga ketamiz do'stlar. Voy bu buni menimcha qishloqlardan so'rashim kerak. La'nat u kimning uyi bo'lsa do'stlar. Juda qo'rqinchli uy ekan.
Magazin mi? Voy bu qizlar egasi yo'q. Ha, qani birorta qishloqlardan so'rash kerak. Voy qishloqqa. Ko'rdingmi, ko'prikning narida uy bor ekan. Ha, ko'rdim, uni ichi to'la arvohdan to'la. Ha, Rustammi? O'rta kimlar yashagan axir? O'rta bir jodugar yashagan, o'zi to'ldirib arvoh qilib ketgan. Bu Rustammi? Ha, sizlar eshitdilaringizmi? Senchi? Ha, eshitdim men. Uning ichida jodugar yashagan to'la arvoh. Bu hozir shu yerdan keldim. Voy bu izing degan biza bormay qolmashqa. Ichiga arvoh kiramasa o'ylaysan. Yo'q, shundaymi? Ha. Haysa, mayli. Hech narsa qilmadi-ku do'stlar, oxiri ham bir marta borgandim. Voy bu do'stlar. Mayli, men dam olay, kech bo'lishini kutay. Voy bu kech tushibdi-ku do'stlar. Kech tushibdi. Endi men nima qilaman desam, voy bu boyagi uyga boraman do'stlar men. Boyagi uyga. Qayerda edi lanatda? Qayerda edi do'stlar? Ana. Tong otdi-ku axir. Kech bo'lganda boraman degandim axir. Ha, mayli, kechgisi yo'q. Do'stlar, kirsammikin? Qilmaydi. Do'stlar. Bitta noplaylar. Kim bor? Hoy. Voy. Lanatda. Bitama bir nima. Soqchilar. Soqchilar. Biz tezroq qishloqni yo'q qilishimiz kerak. Qachon yo'q qilamiz axir? Ular kutishmaydi axir. Bu do'stlar qishlog'imizni yo'q qilmoqchimi? Bu axir xavfli-ku. Ha, gapingga kiraman. Tezroq qishloqni yo'q qilish kerak. Ha, to'g'ri, qishloq tezroq yo'q qilmasak bo'lmaydi. Ha, xo'jayinimiz o'ldi axir. Tezroq yo'q qilaylik. Do'stlar, buni qarang, biz qishloq yo'q qilmoqchi axir. Voy. Tezroq politsiyaga borib aytmasam bo'lmaydi, bu yerda odam bor deb. Do'stlar, bu axir juda xavfli-ku. Politsiya. Politsiyalar. Men ko'prikning yerda xavfli uyga borgandim. Bu yerda to'la soqchilar ekan, bizning qishloqni yo'q qilmoqchi. Nima dersan, axir u yerda ijtimoiy yo'q, jodugar bor edi, o'ldi. O'z ko'zim bilan ko'rdim axir. Biror nima qilmasak bo'lmaydi. O'z ko'zing bilan ko'rding-ku. Nima dedi? Ular askarlar bizni tez yo'q qilib yuborgan qishlog'imizda. Ha, mayli. Hayajonlanma, bironta yo'lni topamiz. Biz ham
askar olib kelamiz ana Rossiyadan. Tamom. Ular tez orada bizni yo'q qiladi ha. Tushunyapman. Mayli, askar olib kelamiz ha. Tamom. Ko'nglim joyiga tushdi. Bir 30 ta askar olib keling yetadi. Ha, mayli. O't askarlar ko'paydi lekin. Mayli. Tamom. Do'stlar. Ko'nglim joyiga tushdi. Ular askar olib keladi va bizni chiqolmaydi. Unda do'stlar, xayr, yana kanalimda ham kuzating, yanagisi kanalim ajoyib zo'r bo'ladi.